Aziz haqiqat izlovchilari, bugun biz inson barkamolligining darajalari bilan sizni tanishtirishni davom etamiz. Moddiy dunyo miqyosida ular bor yo'g'i 4 tagina. Bu 4 ta darajaning ichida pog'onalar bor albatta, lekin biz hammasini qamrovchi eng katta 4 tasiga e'tibor qaratamiz. Chunki yuqori saviyali shaxs chuqurroq anglashni istasa, biz bilan bog'lanadi yoki shu yo'nalishda mustaqil izlanishda davom etadi. Avom esa bu haqdagi mavzudan zerikadi. Vaholanki avom odamning ongida bu darajalarga bitta umrning o'zida ko'tarilish uchun salohiyat yo'q. Uning dunyoga kelish vazifasi odamni hayvondan farqini anglash bilan yakunlanadi. Bu haqda esa kanalimizdagi 6-darsda yetarli ma'lumot berilgan. O'sha 6-darsimizda aytilganidek, inson barkamollik haqida o'ylab boshlashi uchun u avval Xudoning muqaddas kitoblaridagi oyatlariga rioya qilib yashashga ko'nikma hosil qilish kerak. Keyin Xudo haqidagi ilmga qiziqib boshlashi kerak. Ibodatli mo'min musulmon yoki mo'min xristian yoki mo'min buddist yoxud mo'min Vaishnav sifatida yuksak ong va toza qalb darajasiga erisha olganidan so'ng uning ongida komillik sari birinchi ochilishlar ro'y bera boshlaydi va u inson hayotining asl maqsadi odam bo'lib yashashda emas, Xudo bilan diydorlashish nasibasiga erishishda ekanligini anglay boshlaydi. 7-darsimizda biz Xudoning o'zi yoningizga sizni izlab kelishi uchun nima qilishingiz kerakligi haqida biroz ma'lumot berdik. Agar siz chuqur fikrlaydigan, tafakkuri kuchli shaxs bo'lsangiz, 7-darsimizni tinglab, o'sha yo'nalishdagi izlanishlarni boshlashingiz mumkin. Shunda umringizni uzundan-uzun aylana yo'llarga sarflamasdan, liftda yuqori qavatga ko'tarilgandek, ongning eng yuqori darajasiga ham shunday tezlik va yengillik bilan erisha olasiz. Biz esa inson barkamolligining 2-darajasini ko'rsatishga o'tamiz. Mutlaq haqiqat formulasi esingizdami? 6-darsimizda siz qanday darajadagi odam bo'lib kun kechirayotganingiz ustidan fikr yuritib ko'rdingizmi? O'zingiz haqingizdagi aniq to'xtamga kelgan bo'lsangiz, demak shu umrning o'zidayoq barkamollikka erishish salohiyatiga egasiz va bu uchun vaqtingiz keldi. Mutlaq haqiqat formulasining uchburchagidagi 3-qizil nayzaga qarang. Bu nayza moddiy olamni ma'lum qismida yoki sohasida boshqaruvchi bo'lib yashash uchun tug'iladigan jonzotlar darajasi. Bu daraja moddiy dunyoning tugashi va ruhiy olam boshlanishi chegarasida turibdi. Chunki bu darajadagi ong egalari ruhiyatning mohiyatini to'liq anglab olishgan, ammo moddiy lazzatlanishdan hali butunlay voz kecha olmagan. Islom dinida bu farishtalar, boshqaruvchi devlar va ma'budalar darajasi. Xristianlarda ham shunday. Hinduizmda yarim xudolar va brahmanlar darajasi. Insonlar jamiyati olamiga kelsak, bu darajada muallimlar, mutafakkirlar, allomalar, atqiyo va anbiyolar turadi. Moddiyat zinapoyasida 3-chi bo'lib turgan bu ramziy zina darajasi ruhiyat olamida komillikning 1-darajasi hisoblanadi. Chunki shu darajadagi inson ilohiyat, abadiyat, ma'naviyat va umum insoniy qadriyatlarga amal qilmasdan yashay olmasligi haqida
farishtalar va devlar Xudoga guvohlik bera oladi. Endi 4-nayzaga e'tiboringizni qaratamiz. Bu nayza inson barkamolligining 3-darajasini ramziy ma'noda ifodalaydi. Inson barkamolligining 3-darajasida, ya'ni farishtalar va devlar, hatto ma'budalar darajasidan yuqoriroqda avliyolar va payg'ambarlar, ya'ni ruhiy ustozlar turadi. Ular Xudoga yaqinroq kelish yo'lini ochib beruvchi shaxslar. Bu shaxslar tarki dunyo tarzida hayot kechiruvchi, barcha burchlarini ado etib maromiga yetkazgan va ongi yoshidan ancha ilg'orlab ketgan insonlar. Ya'ni ular bolaligidanoq donishmand, nutqi, xotirasi, tafakkuri, oliyjanoblik fazilatlari bilan atrofdagilarga o'rnak va ibrat ko'rsatuvchi, sadoqat va muhabbat bilan o'ziga ergashtiruvchi shaxslar. Ular ichki xotirjamlik va osoyishtalik, kuchli iroda bilan rahmdillik va qat'iyatlik fazilatlarini o'zida rivojlantira olgan ruhiy ustozlar. Ularning vazifasi shogird muridlarni shunday ong darajasiga olib chiqish. Bu payg'ambarlar, avliyolar va ruhiy ustozlar darajasi. Bu darajadagi shaxslarning dunyoga kelishi oldindan bashorat qilinadi va ular tug'ilishi bilanoq chaqaloqligida ulug'vor shaxslar tomonidan sharaflanib kutib olinadi. Bu darajaning kichikroq pog'onalariga erishgan ong egalari dunyoga suyukli va uzoq kutilgan farzand bo'lib kelishadi. Bu darajadagi insonlar Xudoga devlar va farishtalardan ko'ra qadrliroq. Inson barkamolligining 4-darajasida Xudoning visoliga erishgan yuksak ong va pok qalb egalari turadi. Bunday insonlar Allohga o'ta muhabbatli va o'ta sadoqatli shaxslar. Ular do'zaxga ham borib Xudoni sharaflashga tayyor. Allohga muhabbatini hammaga uzatish istagi bilan umr ko'radi va ular faqat Xudoning istaklarini bajarish bilan yashaydi. Ularda bu istakdan boshqa xohish istak yo'q. Bu darajada Xudo bilan munosabatda bo'lishga erishgan shaxslarning oldiga Xudoning o'zi ham keladi. Chunki muhabbatni his etishga doim hammadan oldin Xudoning o'zi oshiqadi. Xudo bunday qalb egalarini shunchalik qadrlaydiki, o'zi ularning xizmatida bo'lib ham lazzatlanadi. Bunday munosabat darajasigacha ko'tarila olgan ong egasining vazifasi Xudoning istaklarini bajarish, ya'ni taqdirlarni yaxshilash. Bu shaxslar har qanday odamni bir qarashdan to'liq anglab olishadi va shu nigohi bilan uni poklab yuborishga ham qodir. Bunday darajadagi shaxslarni uchratish oson emas albatta, lekin sizga Xudoning nazari tushsa, bu darajadagi shaxslar sizga albatta uchraydi. Chunki ular Xudoni qiziqtirib qolgan odamlarni Xudo bilan tezroq uchrashtirishga oshiqadilar. Bu darajadagi shaxslar moddiy dunyoga Xudo bilan birga kelishadi yoki uning maxsus topshirig'ini bajarib ketish uchun paydo bo'lishadi. Bu darajadagi shaxslar Xudodan ajralmaydi, hatto uzoqlashmaydilar ham. Mana shunday inson barkamolligining darajalari haqida ta'lim beruvchi aniq ilm va manbalar hatto Dorul Funun ham yer yuzida mavjud. Haqiqatni izlashdan to'xtamasangiz, uni albatta topasiz. Faqat shuni yodda tutingki, Xudo haqidagi ilmni kasb etishdan tashqari bo'lgan har qanday izlanish sizni haqiqatdan yiroqlashtiradi.
Vaholanki haq bo'lmagan joyda haqiqat ham yo'q. Har qanday dunyoviy ilmning aslari, daholari-yu akademiklari umrining oxirida Xudoning borligiga iqror bo'lish va uning qudratiga tan berish tuyg'usi bilan olamdan ko'z yumgan. Umringizni behudaga sarflab qo'yishdan ehtiyot bo'ling, aziz haqiqat izlovchilari. Siz hozir inson barkamolligining qaysi darajasida turganingizni aniqlang va endi qaysi darajaga ko'tarilishingiz kerakligi haqida tafakkur qiling. Umringiz mazmunga va mohiyatga to'lishini tilagan holda bugungi mavzuyimizni yakunlaymiz. Xayr, salomat bo'ling.